Bizning ishimizda eng qiyin narsa bu ideya qilish. Jasur ham nimadirlar tushuntiryapti, o'li agar tushunayotganim yo'q. Bu yoqda klient ham qarab turibdi bizga. Chimgan chorrahasi Ekobozor ro'parasida joylashgan ISFT instituti qabul boshlangan. Bo'lishini yetsa bo'ldi-da, ideya qilish shartmikan? Akalarga mikrofon qolib ketganini qanaqa aytsam ekan? Yo ideyaga emasmikan ha? Xudoyim, bugun choyxonaga ham borish kerak. 20 dan ortiq bakalavriat va magistratura yo'nalishlariga qabul davom etyapti. Malakali konsultantlardan o'zingizga mos yo'nalishda maslahat olishingiz mumkin. Deb qarasa, oson ekan. Bu yoqda faqat o'qishmas ekan. Xalqaro talabalar almashuv dasturi ham bor ekan. Undan tashqari, o'qish davrida sohaga oid malaka oshirsa ham bo'lar ekan. O'qiganlarim kelib ketdi-da. Odam o'tirib zerikib ham ketdi. Ish qilib ideya kelib qolmadimikan? Yo'q, tezroq quyosh ham bota qolmadi. Vijdonim qiynalib ketdi. Hech bo'lmasa o'ylaganga solib turay o'zimni. Qarashyaptim. Bosh chuchvaramanti. Bugun kontrol bo'lamikan? Yana nimani o'ylaykan? Institutda ajal turadigan tomoni diplomi 70 dan ortiq davlatlarda tan oladi va masofaviy o'qish dunyoni istalgan nuqtasidan. Bo'ldi, shuni e'tiborlaymiz. Lekin oxirida ISFT instituti talabalar uchun imkoniyat eshiklarini ochadi deb tugatamiz. Zo'r, batafsil ma'lumot uchun telefon raqamlari. Bo'ladi, ha? Zo'r edi. Muslam! Mikrofonni olib kel, yozamiz. Ideya keldi. Aka, men hamma ham xato qiladi-yu hayotda, to'g'rimi? Uka sal e'tiborliroq bo'ladi-da. Oshsiz o'rlaring, hozir boraman. Aka, mikrofon rostdan ham yo'q. Jasur aka!